aka, mana bugun biz Ko'soq savdo majmuamizdan Xudo xolasa sotilayotgan tavallar bor edi. Iloji bor sotilgan narxlarini bir qator aytib eshittirib o'tib, tanishtirib o'tib ketaveramiz. Keyin Mahmudjon siz bilan birlashishga kirsa, xo'p, hozirgi kunda eng hadoga ketayotgan mahsulotlarimiz va narx-navolarni bir qator kelishtirib, hammaga aytib o'tib ketaveramiz. Assalomu alaykum aka. Ismingiz? Sarchanasiz? Mahmudjon, bu rusimiz. Aha. Rusimizni 85 ga 13,5 beramiz. Razmeri uzuni 6 metr 100 sasna material. Xo'p, bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlarni 310 ming so'm berdik. 310 ming so'm. Aka qatlarga ishlatiladi. Bu asosan sarrobli materialimiz bu ham. Sarrob to'singa to'g'ri kishinalik qiladi bu narsa. To'singa tashlamaydi, sarrobga ishlatadi. Keyin hozirgi kunda eng hadoga ketayotgani buni so'ri purshaklanamiz. Ya'ni hunarmand akalarda so'rini oyog'iga. Bu katta so'riga ishlaydi bu. 280 ga 360 lik, asnaqa katta so'rilarga ishlaydi-da bular. Xo'p, bular hozirgi kunda chiqayotgan narxini 310 ming so'm qilib beryapmiz. Keyin kecha bu yerda hop asakaga berdik, mana burishlarimiz bor. Bundan oldingi videoda ko'rganingizcha ko'proq edi. Bitta 2,5% bor edi o'sha. 1,5% qoldi, 1% olib ketishdi. Xo'p, 13,8 ga 13,8 berganmiz razmerini. Uzuni 4 metr 100 sasna materialimiz. Real ko'rsatayotgan razmeri 14 ga 14. Endi buni bozorda 14 ga 14 deb ham sotadi kimlardir. Endi biz dokumentga 13,8 ga 13,8 beramiz. Xo'p, bularni 365 ming so'mdan qilib berdik. Sotilib bo'ldimi? Sotilib bo'ldi. Bular hammasi. Bitta ozgina qolgan bo'lsa 1,5% qoldi. Bular hammasini ham sotib ketgan. Ha, sotib Misol zaloy pul tashlab ketdi, narigini tashlab buni olib ketadi. Ha, tushunarli. Endi bag'i ichkarida mana poltaxtalarimiz yana bir qator ko'rsatib ketaveramiz. Keyin Mahmudjon aytib o'tib ketdik. Endi bizda hadoga ketayotgan shipir rekalar bor. Buni odamlar 5 ga 4 deb ham sotyapti, 4 ga 4 deb ham sotyapti. Mahmudjon, akalar bizni ko'rayotgan akalar biz to'g'ri tushuninglar. Biz real razmerda aytib sotamiz. Hali narxi bir xil odamga aytilayotgan razmerga qimmat tuyulishi mumkin. Lekin mana shu narsani bozorga chiqsangiz 4 ga 4 deydi, 8,5 ming desa odam ishonyapti-da. Olib ketishaveradi. Olib ketishaveradi. Uni bas akalar. Mana ham kelsa mana metr bor qo'limizda. Beramiz, o'lchab olishaveradi. Bozorga ham chiqyapti misol akalar. O'sha mana shu narsa 4 ga 4 deb sotayotganlar oldida shunday metrda olib ko'rsatib ko'rsa bo'laveradi-da o'zi aslida. Muammo yo'q. Biz bularni 6800 so'mdan qilib beryapmiz, Mahmudjon. Metrini. Metrini 6800 so'mdan qilib beryapmiz. Bu massi materialdan, bu 5,5 3,5 dan ekan bu. Ha, bu yangi partiya. Bu arradan yangi chiqdi. Kecha kirgizdik buni. Endi bizda arra xizmatimiz yo'q. Biz ham misol buni xizmatini beramiz. Arrachi akalarimiz o'zlari chiqarib berishadi. Mana oldi tomondan olsiz bo'laveradi. Keling oldi, olib keling. Razmeri mana 5,5 ga 3,5 bo'ladi. Uzuni 6 metrlik. Bu ham Xivayno paroda, sasna bilan yel bor. Bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlarni 7800 so'm qilib beryapmiz. 7800. Endi 8000 aytyapmiz, 7800 so'mga chiqib beryapmiz. Xudo xolasa. Endi 11 lik strapli mahsulotimiz. Har doimgidek bu ham oz qoldi mana. Ko'rgansiz, o'zi videoda boshlab kelishayotgan bo'lsa, anchadan beri bor. Bizni kuzatib borayotgan akalar o'zi yaxshi bilishadi. Biz har videoda iloji bo'lsa chiqaraveramiz sotilayotgan tovarlar. Nimaiki bu razmerlar bundan keyin keladigan razmerlarni xuddi shu razmerda keladi-da. Misol eng hadoviy razmerlar shularda. Asosan 11, 14, hop 12 bo'ladi, 4 metrli 14 bo'ladi, 11 bo'ladi. 15 ham bo'ladi. Hop bular 11 ga 3,5 32 beramiz, 11 ga 3,5 bo'ladi. Hozirgi kunda chiqayotgan narxlarni 90 ming so'm qilib berdik Mahmudjon. Keyin mana 14 ga 3,5 deyman mana. Mana cho'chi bor, taxtani chunki nami bor o'zi. Taxtani ko'tarib yursiz, og'ir taxta bo'ladi. Material sorti yaxshi. Xudo xolasa bu ham hozirgi kunda chiqayotgan narxlari 117 ming so'mdan qilib beryapmiz. 117 bu bilan bir xilmi? Manustop, yo'q, Manustopga boshqa. Mana bu 4 ga 14 bu. Ha, bu 4 ga 14. Bu 4 ga 14 mana. Razmeri ham o'zi sal go'shtliroq bo'ladi. 4 ga 14 bo'ladi, uzuni 6 metrlik. Sasna bu. Amjonni ko'rsatayotganimiz gel bilan sasna bo'ladi. Ya'ni archa bilan sasna aralashgan. Aralash bo'ladi. Aralash bu. O'zi xizmat Xudo xolasa bir xil. Endi misol olinayotgan joydan o'zi mana gel bilan sasnaning hech qanday tafovuti yo'q-da. Shuning uchun bizga kelsa ham raznisasi katta bo'lmayapti. 117 ming so'm beryapmiz. 3,5 ga 14 ni, xo'p, 4 ga 14 ni 142 ming so'm qilib beryapmiz. 142 ming so'm. Bu-chi? Bu ham xuddi shundan. Keyin aslida Mahmudjon tashqarida bundan oldingi videoda ko'rsatgan bo'lsa, ko'rsatgan akalar bo'lsa ko'rishgandir o'zi bundan oldingi videomizni. 115 ming so'mdan chiqargandik. Hozir undan tugadi. Hammasini sotib oldik. Deta 20-25 ta qoldi. Ashli materialdan keladi yana. Xuddi shu sort, xuddi shu razmer 32 ga 13,5 bergandik uni. Sorti sasna bo'ladi. U sotganimiz sasna edi. 115 ming so'mdan sotdik uni. Mana bundan yana bu partiyalar bor, orqalari bir xil. Bu yerdan bor. Yer bilan sasna Xivayno paroda aralash 32 ga bunisi 14. 32 ga 13,5 da sotib oldik. Tugadi. Ular tugadi. Endi poltaxtalarni ham bir gapirsa, poltaxtalarimiz dash tomonga o'tsangiz bor. Sho'rni recha bor endi.
Har doimgidek mana 10 ga 2 likdan chiqqani Mana 9 ga 2 qoladi. Xo'p, bunisi 1308 ga 2 likdan chiqqani 1208 qoladi. Bunisini hozirgi kunda 37 ming so'm beryapmiz. Mana unisini 51 ming so'm qilib beryapmiz. Xudo xohlasa. Keyin hozir mana mashina pastga tepa yopib berdi. Hamjon nima aytdi? 2,5 ga 10 likdan chiqqan poltaxtamiz bor mana. Mana yon tomoni mana. Butaq ichida bo'lmaydi deb aytilmaydi. Butaq hammasida bo'ladi, lekin mana shu butaqi misol tushib qolgani, sinib ichiga kirib ketgani bo'lmaydi. Bo'lmaydi. 2,5 ga 10 likdan chiqqani mana masala. Xo'p, bularda hozirgi kunda bozorga 53 ming aytilyapti. 50 ming sotib beryapmiz. Keyin kimga zarurat bo'ladigan bo'lsa, Mahmudjon ekinat pastga nomerlar qo'yib beramiz. Xudo xohlasa chiroyli qilib o'z qo'yib berasiz. Endi aloqaga chiqsa, qolgan telefonda tushunmagan joylarni iloji boricha tushuntirib berishga harakat qilamiz. Ekinat pastiga qo'yilayotgan nomerlardan allokatsiyani so'rab, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qolganini iloji boricha telefonda tushuntirib beramiz, Mahmudjon. Akalar, xudo xohlasa bundan tashqari yana boshqa turli xil taxtalar bor, 3 metrliklari ham, boshqalari ham aloqaga chiqaverasizlar. Alloh aka, katta rahmat sizga. Sog' bo'ling aka.